Biz har doim ham ola olmaydigan, lekin qachondir bizga kerak bo'ladigan mahsulot bu linoleum. Bu videoda men sizga Domstroyda Qo'qon filialidagi linoleumlar haqida batafsil ma'lumot beraman. Bizda bularda 3 xil turi bor. Birinchi bo'lib sizlarga eng kattasini ko'rsataman. Buni ko'rishingiz mumkin. Metri 3 metr bo'ladi. Buni bizda 4 xil rasvetkasi bor. Buni ranglaridan kelib chiqib turib xonalarga qo'ysangiz bo'ladi. Buni narxi 130 ming so'mdan. Endi men sizlarga 3 metr ko'p desanglar, 2 metrligi kerak desanglar, unga ham sizlarga variant olib qo'yganmiz. Bu 2 metrli bo'ladi. Buni ham bizda 4 xil turi bor. Bu 2 metr bo'ladi. Uzunligini siz xohlaganingizcha qilib bera olamiz. Buni narxi 85 ming so'mdan Qo'qondagi filialimizdan xarid qilib olishingiz mumkin. Endi men sizga 3-chisini ko'rsataman. Eng arzoni 33 ming so'mligini ko'rsataman. Boya aytgan 33 ming so'mlik linoleumlarimiz mana shu bo'ladi. Buni trendiy ranglari ham bor, boshqacha ranglari ham bor. Buni ham xohlasangiz omborxonaga va boshqa xonalarga ham tushib keta oladigan varianti. Bu linoleumlarni xarid qilish uchun siz Qo'qondagi filialimizga tashrif buyuring. Bu Qo'qondagi filialimizni hamma qo'qonliklarimiz bilsa kerak. Chorsudan kelganimizda Qo'qon dehqon bozoriga yetmasdan o'ng qo'lda hammani Domstroy filiallarimizda kutib qolamiz.